ko'pchilik bizdan darvozaga sizlar gruntovka sepasizlarmi deb so'rashadi. Hop, mana ko'rishlari mumkin. Обязательно kraskadan oldin doim har doim hop darvozaga gruntovkasini sepiladi. Gruntovkasi ham toza avtomobilning devo. Eronda toza gruntovkasi, polностью X-roy gruntovka sepiladi. Mana hamma joyiga обязательно tekka holatda. Shunda gruntovka sepganda qayerida teshik qoldi ko'rsatadi. Undan keyin bir qator yana qarab turib, yana turib, keyin kraska tekshib o'tiradi. Gruntovkadan keyin bu darvozaga o'tinglar, operator. Gruntovka sepilgandan keyin bir so'yda yana gruntovka sifatida kraska sepiladi, keyin ustini arabi kraskasini sepiladi. Kraskadan keyin обязательно avtomobilning laklari ham sepiladi. Mana ko'rishlar mumkin, darvozamiz ideal holatda chiqdi. Kraska sepishga tayyor holatda turibdi. Hozir kraskasini sepamiz. Darvozamiz 2-3 kun olamizda Jizzaxda ustunuqli bo'ladi. Ustunuqdan keyin bir qator video yozib taqdim etamiz. Xudo xolasa. Shu Haytek Trend'dagi 2 xil shunga darvozamiz. Bunaqa sifatli va ishonchli xizmatlar kerak bo'ladigan bo'lsa, pastdagi raqamlarga aloqa qilib so'rang. Ishlarni chiroyli sifatli qilib bitirib beramiz. O'zbekiston bo'ylab dastlabki ustunuqlarimiz mutlaqo bepul.